Qachonki inson ozadi, tashqaridan qabul qilinayotgan kilokaloriya sarflanayotgan kilokaloriyadan kamroq bo'lganda bu jarayonda yog'lar eriydi, mushak massasi ko'payish hisobiga ozish jarayoni kechadi. Body mass index, ya'ni tana vazni indeksi ko'rsatkichi orqali bizda ortiqcha vazn bor yoki yo'qligini aniqlasak bo'ladi. Biz tana vazni 70 kilogramm, bo'yi 1.72 bo'lgan inson uchun o'lchab oldik. Ko'rsatkich 23.66, ya'ni normal vazn. Maxsus belgilab qo'yilgan tana vazni indeksi ko'rsatkichi 18.5 dan kichik bo'lsa, bo'yga nisbatan vazn yetishmovchiligi, 18.5 dan 24.9 gacha bo'lsa normal vazn, 24.9 dan 30 gacha bo'lsa ortiqcha vazn, 30 dan yuqorisi bu semizlik. Keyingi formula xuddi shu insonni yoshini ham qo'shgan holatda kunlik bazal energiya sarfini kilokaloriyada o'lchash uchun foydalaniladi. Bundan siz ham foydalansangiz bo'ladi. Bu kilokaloriya siz hech qanday faoliyat turida ishtirok etmaganingizda, prosta tak o'tirganingizda harakat yo'q paytida ketadigan kilokaloriya. Bu insonda ozish uchun qabul qilinish kerak bo'lgan kilokaloriya 1400. Iste'mol qilinishi kerak bo'lgan sarflanayotgan kilokaloriyadan kamroq kilokaloriya chegarasidan kam mahsulot iste'mol qilganda organizmda hech qanaqa ozish jarayoni kechmaydi, sababi metabolizm juda ham sekinlashib ketadi. Ya'ni haddan ziyod ochlik mumkin emas. Mana shu belgilangan me'yordagi kaloriya iste'mol qilinishi kerak va suv ham. Agarda belgilangan chegaradan oshib ketsa, vazn o'zgarmaydi yoki ortiqcha vazn yuzaga keladi. Konsultatsiya uchun direktga yozing, 10 kun yoki 20 kun davomida ratsion tuzib shug'ullanib beramiz.